Koreyada meni tongim qanaqa boshlanadi? Ertalabdan yaxshigina ovqat yeb olib, gumillab ishlarni boshlaymiz. Oshxonada koreys yoshlari umuman ishlamaydi. Yoshi katta xolalar bilan ishlaymiz. U xolalar ham yoshligida oshxonada ishlamagan. 50-60 yoshgacha bular zavodga qatnashadi. 50-60 yoshdan keyin oshxonada 70-80 yoshgacha ishlashaveradi. Boru tan berishli bularga. Oshxonamizdagi oshpaz xolani yoshi 83 da. U tinim bilmay ishlaydi. Ertalab 7 da kelib, kech payt 9 da ketadi. U dam olsa charchab qolaman, men belim og'rib qoladi dam olsam deydi. Anovi Ahad Qayum ha deb kelinlar haqida emas, qaynonalar haqida ham bir kino olish kerak. Misol uchun ish yoqmas qaynona, 60 ga kirib uyda yotib qolgan qaynona, yoshini bahona qilib ishlamaydigan qaynona. Mana shunaqa temalar borki, shunaqa temalarni ham olib chiqish kerak. Deb bunaqa qilib kelinlarni yomonlab kinolar olaversalaring, bu qachon o'tish bo'ladi bu O'zbekistonda? Bo'ldi, bugundan boshlab yopinglar kelinlar haqidagi temani, endi qaynonalar haqida kino olamiz. Qaynona temasini ochamiz. Ana sizlarga o'zimcha aql o'rgatib, meni bir kunlik kunim ham tugadi. Nima deysizlar? O'zi bir motivator aqlcha bo'lishim kerakmidikina? Mendan chiqarmikin motivator?